32 milyon soma Donus Bru 5 Lux konserni Nexia 2 geldi. Hurmatli obunachilarimiz, mashina egadan general davins beriladi. Demak, 290 bin kilometr yurgan, metan gazlari, yumshoq balonlari, chexopolik tonirovka hamma narsa aytilgan tayyor mashina, motor xadoy korobkalari zo'r, bahasi 32 milyon so'm. Avtokreditlarni 12 milyon bilan beramiz. Oylik to'lovlarimiz 1 milyon 400 ming so'mdan 3 yilga chiqadi. Ko'rishingiz mumkin mashina paket yumshoq balonlari, kuzov tam qirilib, chizilib, zanglab, döşelib, suvar ko'rayotgan yerlar yo'q. Hamma joyi akkuratni. Bemalol bordi keldi. Demak, mashina olib ishga bosib bersangizlar ham bo'laveradi. Metan gazi tonirovkalar urilgan salon qismi. Egadanga turibdi. Mashina bir qatori bir mo'ykatib, verberlarni qarashtirib bersangizlar bo'ldi. 32 milyon so'm mashinamiz Qo'shko'pir avtoshopda sotuvda turadi. Istoriyalarda silka qoldirib qo'yaman. Silka orqali o'tib Qo'shko'pir avtoshop Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangizlar, shu videolarni birinchilardan bo'lib ko'rsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, ekranda nomer qoldiraman, aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Qo'shko'pir tumani, Elektrosepnik Gumbatar tarafi. Nexia 2 qara birga kirarsiz, bu videoni yorib qo'yinglar, rahmat.